Atirgul teledasturi ayollarning og'riqlarini eshitib, ularning qayta tiklanishiga yordam beramiz. Qiz bola nima? Erga tegsin. 3 kunda kelaman, uzoq bir haftada kelaman deb ketdi. Quruq gaplar quruq gapligicha qolib ketadi. Nimaga xabar olmadingiz? Nimaga bizni tashlab ketdingizlar, boshqa narsani aytolmayman deb. Chunki sizni miyangiz faqat bolalarning muammosini hal qilish bilan band bo'lgan. Mani eshitmagan o'g'ilga qanaqa qilaman, nima deyishim mumkin? Keyin cho'rniga tiqib qo'yishdi. Biza oiz nomlaridan telefon. Ha, kim bu? 1 oy, 2 oy krediti yopilmadi. Sizga men hozir pul yordam bera olmayman. Hamma muammolaringizni yechib ketsa bo'ladi. Atirgul ko'rsatuvining birinchi ishtirokchisi Gulshanoy. Uning hayoti hech qachon oson bo'lmagan. Turmush o'rtog'i tashlab ketdi. U esa farzandi bilan yolg'iz qoldi. Ishonch sindi. Orzular chilparchin bo'ldi. Ketma-ket xiyonatlar boshidan o'tdi. Og'ir qarzlar yelkasiga bosildi. Eng og'iri esa ona yuragini tilka pora qilgan sinovlar. Lekin Gulshanoy sinmadi. U og'riqqa taslim bo'lmadi. Yashashni va kurashni tanladi. Bugun u sukut ortida qolgan haqiqatni aytish uchun, bugun u yolg'iz emasligini his qilish uchun Atirgul ko'rsatuvida. Assalomu alaykum. Bu Atirgul teledasturi, ya'ni bu yerda ayollarning og'riqlarini eshitib, ularning qayta tiklanishiga yordam beramiz. Bugun RTV studiyasida o'z hayotida va o'z sohasida katta yutuqlarga erishgan opa-singillarimiz bor. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Alaykum, rahmat. Ko'rsatuvimiz homiysi Soft kompaniyasi, Soft oilaviy baxt siri. Xayrboz tabiiy mahsulotlardan tabiiy go'zallikka. Hozir esa qahramonimizni kechib o'tgan o'ta qiyin yo'llarini birgalikda ekspertlar va tomoshabinlar bilan tinglaymiz va bundan xulosa chiqaramiz deb umid qilaman. Mani otamni otalari juda san'atsevar bo'lishgan, lekin kasblari boshqa bo'lgan. 9 ta farzandmiz biz. Onam rahmatli menga homilador bo'lganlarida otam rahmatli aytgan ekanlarki, mana shu farzandimiz qiz bo'lsa, san'atkor qilamiz, laparchi qilamiz deb Gulshod Otaboyevaga havas qilganlar. Biz yoshligimizda yetim qolganmiz. Otamiz 48 yoshlarida olamdan o'tganlar. Hammamiz yosh qolganmiz. Eng kichkinamiz 7 yosh. Men o'sha 9 ga to'lmagandim, 8 yoshdan o'tganman. Doiralar yasab o'zimcha misala qilib qiziqqanman. 1-sinfdan boshlaganman, jo'jalarimdan boshlaganman. Tomga chiqib olib shu Sanobar Rahmonovani qo'shiqlarini aytardim. 88 dan boshlaganmiz, 2 yil tayyorlovda o'qiganmiz-da. Keyin 90-yilda asosiy kursga o'tib, 95da bitirganmiz. O'zim 92-yilda Lazgi ashula va raqs ansambliga ishga kirganman. Chunki onam rahmatli ozgina pensiyalardilar. O'zlari kasal edilar. O'qish, ish deb hayotda ham umuman hayolimga kelmabdi-da. Gapirganlar ham bo'lgan, hali ko'ngil ishi-ku bu narsa. Endi men san'atda shu qanaqadir porlashimni niyat qilganman-da. Qanaqadir menga yo o'rtada bir shayton bo'ldimi bilmayman. Bir odamni yoshlari katta bo'lsa ham, seni san'atda ko'taraman. Shu niyatingga yetasan. Hammasi bo'ladi, dedi-da. Shunga rozi bo'ldim. Yo'q, taqdir emas ekan. 3 oy yashadik. Orada farzandim, hali tug'ilmagan farzand. 1 oy qornim deydi. 3 kunda kelaman, uzoq bir haftada kelaman deb Turkmanistonlik odam Qashog'izda ketdi. Biz yillar davomida kutdik o'g'lim bilan. 10 yil kutdim. 10 yil meni yoshligim o'tib ketdi. So'rorda oxiri harakat qildim, izlashga tushdim. Bir ish qilib o'tirdim, hali joyda shunday hamma narsam qolib ketdi. Telefonda gaplashyapman, nima deyishimni bilmay, o'zimga kelgan gapni gapirdim. Kelmaysizmi? O'g'lingiz sizni so'rayapti dedim. Men borsam qabul qilasanmi deb shuni. Aytdim, ha, qabul qilaman. Kerak dedim. Bu yoqdan chegaralar yopildi, bu yoqdan endi topganimda imtiyoz o'chdi. Lazgida birga ishlagan opamiz, Gulshon, hali yoshsiz. Sizni uy-joy qilib olib chiqib ketib, bolangizga otalik qilmoqchi. 15 kunda uy-joy qilib olib chiqib ketaman dedi. Va'dasining ustidan chiqmadi. Begonalik qildi baribir. O'g'limga qo'l ko'tardi. Qizi keldi. Qizi shu yerda medinstitutda o'qirdi. Ma'luda degan kenja qizi. Otam menga kredit olib berishlari uchun siz
alimentdan kechsangiz menga kredit olib bersalar men kontraktimni to'laymanda man to'layman otam o'rniga alimentda deb. Sizga ishonyapman, otangizga ishonmayman dedim. Otangiz ko'p yolg'onlarga uchraganman dedim. Qizimni rizqini qirqib umraga bormoqchi ekan. Qarang. Bu qiziga kontraktga emas. Men uni keyin bildim, mitdagilar aytishdi. O'g'limga ham otalik ham onalik qilish menga qiyin bo'ldi. O'zi izlab kelmasa nima kerak unaqa ota menga dedi. Bolani ichida qanaqadir bir narsa paydo bo'lganini o'shanda sezdim. Meni kreditlarga tiqib qo'ydi. Ko'p kreditlar oldirdi. Bolam qilman. Qizim aytmoqchi, akamga e'tiboringiz kuchli, akamga mehringiz boshqacha bo'ladi-da. Akam sizga shunchalik azob bersa ham bar, akam yaxshi ko'rasiz dedi. Sunnat to'yini qilib bera olmaganmiz. Sunnat to'ylarini o'sha hisobi bo'lib, ikkita to'y hisobi bo'lib, nikoh to'ylarini xudo xolasa shu versalda o'tkazimman deb niyat qilib yurardim. Kelinim aytdi lekin. Oyijon, keling, mana yerda yo'l krizi o'zimiz nima qilamiz deb kelinim aytdi. Lekin yurakdan o'g'lim aytmadi. Kelinim aytdi. Qudam aytdi keyin. Dang'illatib to'ylar qilishdi-ku. Mana men o'zim guvoh bo'lib keldim. Videolarni tashab turishibdi endi menga. Faqat endi siz bormadingiz xolos. Nimagadir nasib qilmaysiz. Nasta o'g'limni ham to'y. Endi niyat qilib turibman, qizimni to'yi nasib qilsin deb. Mana biz siz bilan Gulshanoy opani o'tgan eng qiyin yo'llarini, og'riqlarini tinglab oldik. Endi esa qahramonimizni studiyamizga taklif qilamiz. Tanishinglar, Gulshanoy Umarova. Sizni mana shu yerga kelishga qaysi muammoingiz majbur qildi? Moliyaviy taraflama qiynayotgan muammolar bor va ozgina farzandim tomonlama muammolarimiz bor. Siz birga yashaysizmi hozir farzandingiz bilan? Birga yashamaysiz. Uylangan, eshitishim bo'yicha bolasi ham bor. Xo'p, yoshini ichida bolangizni hozir 26 da. Xo'p, 26 yoshli inson bu yetuk balog'atga yetgan inson hisoblanadi. U bilan hozir sizni qanaqa muammongiz bor? Men otasi katta qildim. Shuning uchun ham ota, ham ona bo'laman deb qo'llamoqchi bo'lib, har tomonlama uni aytganlarini qilib, o'zimni shu muammolarga tiqib oldim. Biz o'ylayman, ish boshlamoqchi bo'lsa, oyi deb menga yuzlanadi va uni men naqdida hech qachon yordam bera olmayman. Chunki kredit asosida ko'proq yordam berganman. Umumiy summada qancha kreditingiz bor? Uni nomimga mashina oldirdi menga. U mashinani to'lovini umuman hali to'lagani yo'q. Mayda kreditlarni olsam, hozircha 15 million bo'lib qoldi. Hozircha qoldi. Qarzdorlik bor odam hech qachon hayotda yayrab yasholmas ekanda. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Qonun soddalikni kechirmaydi. Shunchaki rahmim kelganida, rasmiyatchilik uchun qilgan edim, qog'ozda qoladi deb o'ylagan edim, shunchaki imzo chekkan edim degan so'z bilan javobgarlikdan qochib qutula olmaysiz. Ya'ni yuqorida qahramonimiz Gulshanoy opa misollarida. To'g'ri, farzand onani joni, lekin baribir bu yerda javobgarlik masalasida kaltak kelib Gulshanoy opani o'zlariga sinmoqda. Chunki qonunan o'zlari sog'lom aql bilan, ruhiy holati sog'lom inson holatda borib, o'zlarining nomlariga banklardan kreditlarni rasmiylashtirganliklari va alal oqibat javobgarlikni o'zlari aziyatini tortmoqda ekanliklari, vaziyatlariga buni bilmagan edim, rahmim kelgan edi deb chiqib keta olmaydilar. Ya'ni qonunni bilmaslik, uni javobgarligi borligini bilmaslik sizni ozod qila olmaydi, sizni vaziyatingizni yengillashtirib bera olmaydi. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksida shartnomaviy huquqiy munosabatlar, ya'ni bu yerda ham kredit shartnomasida o'zlari xohlab, istab borib, o'zlarining xohishlari bilan o'zlarining nomlariga kredit olmoqdalar. Va farzand bu yerda o'sha kreditlarni oldirib, hattoki avtomashina ham oldirib turib, o'sha nechinchi kreditlar bo'lmoqda. Mashina ham qaytarilgan bankka, to'lovini amalga oshira olmaslik nuqtai nazaridan
va o'sha pensiyasini to'lash bilan bog'liq vaziyat. Va bu yerda to'g'ri kiritish mumkin. Uni ijtimoiy holati, o'sha ijarada turar ekanlar-yu, sog'lig'i, barcha holatlar bilan bog'liq ma'lumotlarni kiritish mumkin, lekin baribir u bankni ixtiyoriga borib taqaladi. Chunki shartnomaviy huquqiy munosabatlar ixtiyoriy aks etadi. Borib kredit olganlardan boshlab hamma majburiyatni yelkalariga olganlar. Mana shu yerda o'sha shartnoma shartlarini o'qib qaramaganliklari. Ya'ni shartnoma shartlarida agarda to'la olmasang, mana bunaqa bo'ladi, oyiga mana bunchadan to'lovlari bor deb hammasi aks etadi. Biz sizni yaxshilashga harakat qilmoqchimiz. Bu yerda jamiyatda ham, hayotda ham, oilada ham o'zini mavqeiga ega ayollar o'tiribdi. Lekin har bittasini o'zini og'ir yo'li bor. Masalan, men shaxsan taniydigan insonlar bor va bular bugun sizga yordam berishmoqchi. Sizning sog'ligingizda qanaqa muammolar bor? Qanaqadir men bir narsani ushlasam, qo'lim titraydigan bo'ldi. Neyropatolog ko'rdilar, haqiqatda o'sha stress, ularga ham ozgina etib o'tdim. Turmush o'rtoqlarini yo'qligiga ham ta'sir qiladimi har qanaqa kasalliklarga uchrashlariga? Avvalambor assalomu alaykum. Akshor ginekolog, xususiy klinika rahbari. Sizni savolingizga javob juda ham ko'pchilikda bu savol bor. Yo'q, mutlaqo buni ta'siri yo'q. Lekin stresslar, misol turmush o'rtog'i yonida bo'lmagandan keyin unda stressli bo'ladi hayotida. Mana shular buni gormonal buzilishlarga sabab bo'lishi mumkin va shuning uchun mana bu opamizda shunaqa holatlar kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin to'g'ridan to'g'ri hayotda demak turmush o'rtog'ining yo'ligi, hayotda jinsiy yaqinlikning yo'ligi to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa gormonlar buzilishi ta'sir qilmaydi. Asablarni asrasa chiroyli bo'lib yuraveramiz. Albatta, chunki shu tomoni bor. Agarda stressli bo'lsa ham gormonlar buziladi. O'shaning uchun ba'zan yomon turmush o'rtoq sizga mana bitta motivatsiya, yomon turmush o'rtoq bilan stressli bilan yashashdan ko'ra o'zingiz yashab gormonlaringizni yaxshi asrash ehtimoliniz bor. Kimdir turmush o'rtog'i bilan asabiylashversa, kimdir turmush o'rtog'siz o'zini yomonroq his qilishi mumkin. Bu joyda avvalo hayotga bo'lgan munosabat, o'zingizga bo'lgan munosabatingiz qanday bo'lsa, qanaqa bo'lsa, o'sha narsa natijasini olaverasiz. Biz sizni tarixingizni ko'rib chiqdik, hayot yo'lingizni ko'rdik. Rostdan ham oson hayot kechirmagansiz qo'shmayapman. Sizni o'rningizda yashab o'tgan odamgina bu narsani tushuna oladi, his qila oladi. Bu yoqda maslahat berish oson, lekin har bitta odamni o'zining hayotiy tajribalari o'zi uchun qadrli, o'zi uchun qimmatli yoki og'riqli. Biz buni juda yaxshi tushunamiz va hammamiz sizga ko'mak berish uchun kelganmiz. Sizni orzularingizdan foydalanganda u inson quruq gaplarga ishonmanglar. Quruq gaplar quruq gapligicha qolib ketadi. Siz uchun nimadir qiladigan inson gapirib o'tirmaydi, senga osmondagi oyni olib beraman, yulduzlardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman deb qiladi. Mana senga shu narsani qildim. Xohlasang men bilan birga bo'l deydi. O'sha narsani mana sizni xatolaringizdan men xulosa qilib aytdim. Lekin bu narsa turmushga chiqqungacha bo'lgan jarayonda bo'ladi, ya'ni oiladan boshlanadi, qiz bolaga bo'lgan munosabatdan boshlanadi. Avvalo o'sha oilalarda qizlarimizga bo'lgan munosabatni ota-onalar o'zgartirsa va katta hayotga haqiqiy hamma narsani bo'yniga oladigan qilib emas, faqat o'z javobgarligini ola oladigan qilib ota-onalarimiz tarbiyalashsa, menimcha haq-huquqlarini tanitishsa boshqacha bo'lgan bo'lardi. Aynan Rushana opani ham Vodiydan ekanlar, bilaman Vodiyni tarbiyasini, muhitini yaxshi bilaman, o'zim Vodiydan bo'lganimga. Bizda qizlarga juda ham qattiq munosabatda bo'lishadi, juda ham qattiq ushlashadi. Yaxshi qiz bo'lishing kerak, faqat xo'p deyishing kerak. Nima bo'lsa ham ishlarni qilishing kerak. Shu joyda yashab ketishing kerak, uyga qaytib kelmasliging kerak degan juda qattiq tarbiya bor va aynan bular davrlarida xuddi shunaqa tarbiya usuli bo'lgan. Shu tarbiyani olgan holatda men hamma narsaga ko'nishim kerak va yaxshi bo'lsam, meni yonimdagi erkagim qadrlaydi deb o'ylab, ularni o'sha aytganingizdek ojizliklardan, soddaliklardan foydalangan erkaklar bo'lgan. Endi bu joyda bular ham aybdor emaslar. To'g'ri. Tarbiyadagi xatoliklar deya olamizda. To'g'ri. Lekin bundan buyog'iga barchasini o'zgartirishingiz mumkin, hali kech emas. Istagan vaqtingizda, xohlagan yoshingizda hayotingizda eng go'zal davrini yaratishingiz mumkin. Yaqinda Elon Muskning onasi 70 yoshli ayol, 70 yosh bu haqiqiy o'zingni hayotingni yashaydigan davr deb gapiryapti. Men kechikdim deb bir Yo'q, xato o'ylayapsiz, yo'q, hech narsa kechikmadi. O'zingiz uchun nima qildingiz hayotingiz davomida? o'ylab qarasam hech qaysi birini qilmabman. Faqat shu farzandlarim, shularning ehtiyoji uchun, shularda yaxshi yashash uchun harakat qilibman. Bizning proyektimizni maqsadi sizga o'zingizni ayolligingizni eslatish. Aslida to'g'ri, bizning ona rolimiz ham bor. Onalikni ham chiroyli qilamiz. Qachonki ayollikni joyiga qo'ysakda, siz hozir qizingizga faqat qiynalib, ishlab, oila boqishni o'rgatyapsiz. To'g'ri, siz buni tushunmagansiz.
lekin aslida shunaqa qiz bola onasidan ko'rganini qiladi. Agar siz chiroyli bo'lsangiz, o'zingizni yaxshi ko'rsangiz, o'zingizni hurmat qilsangiz, tashqi ko'rinishingizga chiroyli e'tibor bersangiz, baribir muammolar bo'ladi. Baribir o'sha hayotingiz davom etadi. Lekin sizni farzandingiz sizga qarab, demak, ayol kishi shunaqa go'zal bo'lishi kerak ekan degan narsani o'rganadi. Gulshanay opa, yoningizda o'tirgan ayanani nechta farzandi bor deb o'ylaysiz? 4 ta farzandi bor. Kimdir farzandlarni maqsadga yo'naltiradi yoki mani motivatsiyam deb qaraydi, kimdirlar mas'uliyat va og'irlik deb qaraydi. To'ppa-to'g'ri. Sizda o'sha bolalikdan shakllangan tarbiyangiz bo'yicha menimcha siz bolalaringizni mas'uliyat va bularni qornini to'q tutishim kerak, ustini but qilishim kerak deb o'zingizga keragidan ortiq yuk yuklab olgansiz. Kuch manbasini boshqalardan qidiraveradi. Ayol kishi erkakdan kutadi uni, bonaki siz o'sha o'g'lingizdan kutgansiz va hamma kutganlaringiz, umidlaringiz puchga chiqavergan. Og'riqlarni agar sizlar tormoz deb qabul qilsanglar, tormoz bo'ladi. Agar menga gaz beradi desanglar, gaz beradi. Ra'no opa, bitta savol bermoqchiman. Insonni, ayol kishini tashqi ko'rinishi qanaqa bo'lishi, uni o'zini yaxshi his qilishiga, atrofdagilar bilan munosabati yaxshi bo'lishiga yoki zo'r pul ishlab topishiga qanaqa ta'sir qiladi? Hop, ayol kishini ko'rinishi, kiyinishi, yuzidagi ухоженный ko'rinishi menimcha juda katta rol o'ynaydi. Qayergadir bir joyga kirib borsangiz ham ko'p odam yig'ilib turibdi. Kirsangiz ham bemalol o'zingizga uvering kira olasizda. Agar bir joyingiz kir yoki qayeringiz net bo'lsa tortilib turasizda, bemalol kirib keta olmaysiz shu narsaga. Shuning uchun bizani soha ham ayollarga juda katta ishonch beradi. Nimaga bunday to'liq ishonch bilan ayta olaman, sababi juda ham ko'p hali eri bilan urushib qolgan, qaynonasidan urushib qolgan ayollar keladi-da, dam olib ketadi. Shundan ham bilaman, menimcha ayol kishiga bizani soha ham 100% energiya qanaqadir o'ziga bo'lgan ishonch bera oladi. Odam hayotda yaxshi yashashi uchun har doim ham uni puli ko'p bo'lsa ham, bolalari hammasi yaxshi bo'lsa ham, mana shunday insonlar meni oldimga kelishadi, hamma narsasi bor. Lekin agar ayol o'zini unutgan bo'lsa, hech narsadan mazza qila olmaydi. Birinchi o'rinda siz oynaga qaraganda, "Oy Gulshanoy, asalim, men seni yaxshi ko'raman, qanaqa chiroylisan, asalsan" deb o'ziga aytish kerak. Mana shu tabiiy chiqib keladi. "Voy, buncha chiroyliman" degan narsa tabiiy chiqib keladi. Balki men kim uchundir chiroyli bo'lmasligi mumkin. Lekin o'zim qoniqaman o'zimning holatimda. Bu narsa siz qarang, birdan yuzingizga kulgi yugurdi, a? Qanaqa masalan sizga, "Biz bu gaplarni erkaklardan kutamiz. Voy, sen chiroylisan, sen asalsan, bir narsa bilan." Yo'q, buni qancha erkakdan kutsanglar, shuncha sizlar qaram odamga aylanasiz. O'zimizga berishimiz kerak. Siz endi o'zingizga aytishingiz kerak. Yo'ldan ozib ketmadingiz, yomon yo'lga kirib ketmadingiz, bolalarni yetimxonaga topshirmadingiz. Men sizni oldingizga agar bemalol men ta'zim qilishdan uyalmayman. Siz bizada mana shu ekspertlardan, mana biznes ledilar o'tirib turibdi, nima kutyapsiz? Ziyonligimni bilsangiz, men ham hayotda qanaqadir yashasam, lekin men ham qanaqadir bir o'zligimni tanib, o'zligimni bilib, ozgina qancha umrim qolgan bo'lsa ham yashash xohlayman. Chiroyli yashamoq. Chiroyli yashamoqchiman Ayol. o'zim uchun deb chehramda bir Zo'r talab. Nesa bilasiz nima? Ichingizda shu qarorga kelganingiz. Juda ham ko'pchilik qadrimiz kelganlar o'zgarishni xohlamaydi. Sizni bu xohishingizni o'zi birinchi qadam, eng katta qadam shu. Qolgani juda ham oson bo'ladi. Siz ishonasizmi biz bilan birgalikda, biz bilan birga o'zgara olishingizga ishonasiz demak, shunaqami? ishonaman. Xudo xolasa, biz hammamiz ekspertlar maksimalni to'g'rimi qizlar birgalikda bularga qo'limizdan kelgan siz o'zingizni 3 oydan keyin xudo xohlasa tanimaydigan darajangizga kerak bo'lsa mana moliyaviy muammolaringiz bo'yicha ham uni ko'rib chiqamiz. Insonni kiyinish stili uni kayfiyatiga yoki uni hayotiga qanday ta'sir qiladi? Insonni tashqi ko'rinishi sizni kimligingizni shunday ko'rsatib beradi-da, o'sha gapiradi sizni tashqi ko'rinishingiz, kimligingizni. Shuning uchun iloji boricha chiroyli kiyimlarni kiyib, o'zingizga yarashadigan kiyimlarni tanlashni bilsangiz va o'zingizga qarab, tashqi ko'rinishingizga qarab hamma kiyimlarni bir-biriga tushirib kiysangiz, bu уже sizni birinchi kimligingizni, odamlar sizga qanaqa munosabatda bo'lishini bildirib beradi. Ishonch hosil qilinsa, hamma muammolaringizni yechib ketsa bo'ladi. To'g'ri, lekin hozir moliyaviy qiyinchilik payti ko'zlarini yoniga tasavvur qila olmaydilar-da. Chunki moliyaviy qiyinchilikdalar. Hech bo'lmasa o'zlarini sevish uchun sog'lom turmush tarzidan, ertalab uyg'onganlarida shukurlarni aytib, suvlarini ichib, uyda bor mahsulotlardan rohatlanib, ovqatlanib, sog'lom turmush tarziga e'tibor berib, uyqularini rejimini saqlasalar bo'ladi.
hech bo'lmasa birinchi o'rinda. Ko'pchilik o'zini sevish desa kosmetologga borish yoki qimmat kiyim kiyish deb o'ylashadi. Avvalambor u narsa o'zini sevish emas. Rejimda ovqatlanish, vaqtida uyquga ketish bu asosan bizani tanamizni sevishimiz mana shu hisoblanadi o'zi. Masalan, men ertalab turishim bilan suv ichaman. Albatta, o'sha 1 litrli choynigim bor. Bu mana to'g'ri aytdilar, xarajat talab qilmaydigan narsa. Ya'ni o'zingizni sevish haqiqatdan borib makiyaj qilish yoki kiyim sotib olish emas. Mana bu tanani asrab avaylash. Masalan, sizni oldingizga qo'yilgan zararli bo'lgan ovqatni yoki kechasi soat 10 da yemaslik ham bu bitta o'zingizni sevish bo'ladi. To'g'ri. Ovqatni ko'p yemayman-da. Qancha vaqt ochlik qila olasiz? Misol ertalabja choy ichadigan odatim yo'q. Aha. Borsa 10-11larga borib sekin narsa yeb olishim mumkin. Kechga borganda ham og'ir ovqat yemayman. Chunki oshqozonim ko'tara olmaydi. Oshqozoningiz og'riydi. Endi bu ko'rinishimga kelsak, bizani zotimizda shunaqa. Zo'r, ajoyib. Bizani Yosh ko'rinasiz. zotimiz shunaqa. Akalarim ham misol 70 ga borishyapti, hali hech kim o'xshatmaydi. Men bilaman, biz qanaqa energiyada o'tirsak, o'sha ta'sir qiladi yonimizdagi odamlarga. Sizdek ham ta'sir qildi. O'zgazi birdan hammamiz rabar bo'lib, bizni olqishlaymiz, chunki siz qiyin yo'ldan o'tdingiz, yo'ldan bundoq qilmadingiz, o'ng chap qilmadingiz. Shu bolalarni qilishingiz kerak bo'lgan mas'uliyatni qildingiz va shuning uchun biz hozir hammamiz sizga qarshi chiqamiz. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi Soft brendi. Xayrboz tabiiy mahsulotlardan tabiiy go'zallikka. Siz tomosha qilayotgan Atirgul ko'rsatuvi bu yerda biz ayollarni ayblamasdan ularni ichidagi dardlarni eshitamiz va ularni faqatgina muhokama qilib emas, balki chiqish yo'lini ko'rsatib, hayotlarini o'zgartirishga yordam beramiz. Sizdan yoshi kattaroq ayollar ham o'zini hayotida yangi sahifa ocha olgan. Yoshim 54 da, men kechga qoldim dedingiz. Hech qachon kech bo'lmaydi ayol kishi uchun. Ona bo'lish baxtini his qilgansiz avvalambor. Kasbingizdan qoniqasizmi? Mazza qilasizmi? Qo'shiqchi bo'lsangiz, mazza qilib qo'shiq ayta olasizmi? O'zim aytib, o'zim yig'lagan kunlarim bor. O'zingiz aytib, o'zingiz yig'laysiz. Ichingizda emas, ha? Boshqa kasbni tasavvur qila olmaysiz. O'zingiznikini yaxshi ko'rasiz. Daromadingizni oshirishingiz mumkin. Agar birinchi o'rinda har xil savollar berib, motivatsiya berishga harakat qilganimizda ham kreditlarim pulsizlikka taqavvozda. O'zgaraman degan narsani bermayapsiz-da. Faqat pulsizlik hammada bor. Men sizdan so'ramoqchi edim, o'g'lingiz bilan munosabatni. Mehr bera olmadimmi? Ya'ni unga yetarlicha mehr bera olmadimmi deb ayblashingizni guvohi bo'ldim. Bir his qilasizmi o'g'lingizni hozirgi vaziyatlarida, muammolarida o'zingizni? e'tiborsiz bo'lib qoldimmi deb o'ylayman-da. Yoshligidan. Bo'ladi. 10 yoshida qizimni ko'rgan bo'lsam, singlisini e'tiborda qizimga qaratdim-da, o'sha paytdan boshlandi buni o'zgarishi. Sekin bolada shunaqa bo'lar ekan-ku, misol hammamiz bilamiz, bittasiga mehr bo'lsangiz, ikkinchisi ham men ham shu mehrda olsam deb turadi-yu. O'g'limni ham e'tiborsiz qoldirgan ekanman, qizimga e'tiborni kuchaytirdi. Endi qizim chaqaloq bo'lganda qanaqa qilib unga bermayman e'tiborni? Lekin 10 yoshigacha e'tiboringizni berib bo'lgansiz bu bir. Albatta, o'shaning uchun yashagan. Emizganmisiz, ko'krak tutganmi? Uni o'zim tuqqanman. O'zingiz tuqqan. Qizimni keserva qilishgan. O'zi bes o'lgan. Ha. Endi ham to'ng'ich farzandim, unga mehrim boshqacha. Lekin o'sha qizim dunyoga kelgan paytda e'tiborsiz qolganmikinman deb o'ylayman. Undan sal ko'chada Bu yoqda bularni Yo'q, o'g'illari qoldirib bilan tushunaman-da. muammolari menimcha yoshlikdan kelyapti. Chunki Homiladorlikdan nobob erkakni uchrashi bu demak ssenariyni biz qayerdadir ko'rganmiz. Yo ota-onada ko'rganmiz, yo atrofda ko'rganmiz yoki biz yoshligimizda atrofimizda erkaklar shunaqa mas'uliyatsiz, bolasiga ham qaramaydigan qandaydir bo'lgan. Siz qayerda ko'rgansiz shunaqa erkakni? Xuddi shunaqa qiynalgan, bolasini mas'uliyat o'ziga qolgan yoki oila uchun faqat o'zi kurashgan ayolni holatini yoshligingizda qayerda ko'rgansiz 10 yoshingizgacha? Sizni oilangizda qanaqa bo'lgan holat? mani otam 48 yoshida vafot etganlar. Men yosh qolganman. Bola 8-9 yosh. Ukam 7 yoshida. Men ota mehrini ko'rmay o'sganman. 8 yoshgacha ko'rganman. Endi 8 yoshda har doim ham hamma paytda eslolmaysiz-ku. Keyin mani ustozlarim, yosh katta ustozlarim bo'lsa shunaqa mehr berardim.
ulardan xuddi bolalardek mehr kutar edim. Man o'g'limni ham shunaqa deb o'ylaymanda, men ham ota mehriga zor bo'lganman. Aslida o'zingizni ko'ryapsiz ekan o'g'lingizda. Deb shunaqa deb O'g'lingiz tushunganman. emas, o'zingizni ko'ryapsiz ekan. O'g'lingizga alla aytib berganmisiz bolalik? Albatta. Hozir aytib bera olasizmi bizga ham? Ovozi juda ham chiroyli deb eshitdik. Ovozimda hozir xrip bor. Mayli, oring, osmni qilib bering. Olyapman. Alla yo, alla. Alla aytayna, alla. Ko'tarib kattalar qilayna. Shirin ko'zim alla yo, alla yo, alla. Sen yaxshi. O'zingizga yetmayotgan bo'lgan narsani siz hammaga berishga harakat qilyapsiz. Aslida o'sha allada, o'sha bolacha bo'lishni o'zingiz juda ham xohlaysiz. O'zingizga mehr beriblarmi? Dadangizmi? Bekorga musiqa yo'nalishini tanlamagansiz. Siz avlodingizda juda ham ko'p ayollar dardi ichida qolib ketgan. Siz qancha ko'p kuylasangiz, shuncha ko'p o'zingizni o'sha hal qilinmagan karmik vaziyatlaringizni yechasiz. To'g'ri yo'l tanlagansiz musiqani tanlab. Ishq ila qolgay malomda bukun boshim mening ne uchun kelmas yonimga yaqinsi doshim mening. Siz hamma ketayotgan mana shu o'ylovlarga, siqilishlarga, nimaga degan savollaringizga ketayotgan kuchingizni boshqa joyga qaratishingiz kerak endi. To'g'ri. Men aytmayman sizga qaratishingiz kerak edi. O'zi men eng yomon ko'rgan narsa aybdor degan so'z. Men yomon ko'raman aybdor degan so'zni. Hech kimning hech qayerda aybi yo'q. Hamma o'zini aqli yetganicha qiladi. Sizni mana shu paytgacha aqlingiz yetgan ishni qilgansiz. Bolalarni tarbiyalagansiz. Erkak bilan qo'lingizdan kelgancha munosabat qilishga harakat qilgansiz. Lekin bilim yetishmaganligidan mana shu joyga kelib qoldingiz. O'sha kuchingizni olib endi boshqa joyga qaratish kerak. Va inson o'zini hayotini o'zi qiladi haqiqatdan. Tanlov bo'ladi hammada. U yo'lni tanlash yoki bu yo'lni tanlash. O'g'lingiz bilan munosabatingiz hozir qaysi etapda, qanaqa? O'g'lingiz bilan munosabatingiz eshitishim bo'yicha ularni to'yiga bormagansiz yoki chaqirilmadingiz. Shu vaziyatni oydinlashtirsak, chunki vaziyat to'liq o'rganilsa, bizlar endi tibbiyot vakillari oldin diagnoz qo'yishimiz kerak-da. Ko'pchilik ani dorini ichiradi. Oldin diagnoz qo'yaylik, keyin davo beramiz. Kredit olib bermaganda meni muammolarim yo'q edi. Faqat uysizlik xolos. Shu qizim kiyimi bor, yegani ovqati bor. Bo'ldi. Uy-joy bo'lsa, o'sha bolalarim sal erkin katta bo'lsa, shu niyatim bo'lgan. Endi ana kredit masalasida endi o'g'limga aytdim-ku boshida, men qanaqadir bolamga bir yordam sifatida yo tirgak bo'lish, ota o'rnida bir anaqa bo'lish niyatida qilganman-u. Lekin Javobgar uni oxirigacha yetkazmadi-da. Har doim yarim yo'lida tashlab ketadi. Mana yuqorida vaziyatimizda aytib o'tildi, o'sha farzand onani nomiga ketma-ket kredit rasmiylashtirib, yetmaganiga onani boqmasdan hatto onadan hozir xabar olmaydigan holatga borgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 80-moddasida keltirib o'tilgan. Voyaga yetgan mehnatga layoqatli farzand ota-onasi haqida g'amxo'rlik qilishga majburligi. Bundan tashqari, oila kodeksimiz bor. Ya'ni oilaviy huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi. Ota-ona munosabatlari, farzand munosabatlari. Oila kodeksimizning 109, 110, 111-moddalarida aynan voyaga yetgan mehnatga layoqatli ota-onasi haqida g'amxo'rlik qilish majburiyati keltirib o'tilgan. Agarda ular ixtiyoriy ravishda g'amxo'rlik qilmasa, sud orqali da'vo kiritilib, aliment majburiyatini yelkasiga yuklash holatlari, ya'ni huquqi aks ettirilgan. Bu yerda hozir
ushbu vaziyatimizda o'sha farzandga nisbatan aliment majburiyatini yuzaga chiqarsak bo'ladi. Ya'ni onasiga g'amxo'rlik qilish, onasini boqishi bilan bog'liq majburiyatni yelkasiga yuklasak bo'ladi. Shunda Zora sal aqli kiradi. Da'vo arizasi kiritish orqali sudga va agarda o'sha da'vo arizasi kiritish orqali sudni qarorini chiqarib olish, ya'ni onasiga nisbatan g'amxo'rlik qilishi, qat'iy belgilab qo'yilgan summani chiqarib beradi davlat bu yerda. Ya'ni mana shuncha miqdorda aliment to'lasin deb. Va mana shu alimentni ham to'lab yurmasa, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilab o'tilgan. Ya'ni qaysiki ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizning 47-5-moddasi, Jinoyat kodeksimizning 123-moddasi ota-onani boqish, g'amxo'rlik qilish bilan bog'liq majburiyatini bajarmaganligi uchun javobgarlik qoidalari keltirib o'tilgan. Ya'ni ushbu vaziyatimizda o'sha onalarga qaramasdan Gulshanoy opamizni yakka holatda qarovsiz ijarada yolg'iz o'zlarini tashlab qo'yishlari ham sudning qarori bo'lgandan keyin ta'minotlarni bajarmasalar ma'muriy va jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradi. Zora shundan keyin eslari kirsa. Va bundan tashqari yuqorida aytib o'tdilar, sog'liqlari bilan bog'liq muammo. Aliment majburiyatidan tashqari o'sha sog'liqlarini tiklashlari, tibbiy ko'riklari uchun ham alohida ta'minot undirish huquqlari mavjud. Qonunda aynan belgilab o'tilgan. Men uni so'radim, necha marta so'radim, lekin javob bera olmaydi, bermaydi. Ana shuni jim o'tiradi. Jim o'tirishidan ham men siqilib ketaman. Mana Onang menga gapir deyman, gapirmaydi. mashina oldi, yopilmadi, 1 oy, 2 oy krediti yopilmadi. Undan keyin hop nima boshqa ishga harakat qilib yoki o'tirib telefon o'ynab o'tiribdimi yoki prosta uyda yotibdimi, uxlab o'tma shunaqa. Uni holati ham chunki sizni masalangizni yechish uchun to'g'ridan to'g'ri oldin u yoqda, ildiz u yoqda ketyapti-da. Siz bizni hozir ham o'zgartiramiz degi, lekin siz mana bu og'riqni ko'rib turursiz, yuragingizga sig'maydi. Bolasi qiynalayotgan ona hech qachon baxtli o'zini his qilmaydi. Demak, muammoyimiz u yoqda o'g'lingizga ham qanaqadir hozir ochishimiz kerak vaziyatini. Ishi o'xshamasa, aytganingizdek uyga kelib yotib, telefon o'ynab yotaman. Bir kun kutaman, 2 kun kutaman. Ishga chiqmaysanmi o'g'lim? Desam, ay ish bo'lmayapti deydi. Hozir o'g'lingiz oilasini o'zi boqadimi? Boqayotgandir. Bu yaqin orada qachon oxirgi marta sizga o'g'lingiz moliyaviy og'irchilik berdi? 2025-yil fevral oyida. Har bitta insonni bu dunyoga kelishdan o'zini missiyasi bor. Siz o'zingizga shu savol bergansiz, meni missiyam, bu hayotdagi missiyam qanaqa va meni hozirgi kundagi qanaqa maqsadlarim bor va o'shanga qanaqa harakat qilyapman? Men bu borada meni oldimga farzandlarimdan tashqari hech kim bir narsaga meni yordamimni so'rab kelganlarini bilmayman. Faqat farzandlarimga hech qachon yo'q deya olmaganman. Lekin tashqarida menga bir meni yordamimni so'rab yo boshqa qilas kelganlarini yo'q, eslolmayman. Gulshanoy opa, vaziyatlardan chiqish uchun, hayotingizni yaxshilash uchun qanaqa maqsadlar oldingizga qo'ygansiz? Chunki har bitta inson vaziyatini to'g'irlash uchun o'z oldiga maqsad qo'yishi kerak. Qanaqa maqsadlar qo'ygansiz? Bilasizmi, avvallari maqsadlarim bor edi. Avvallari orzularim bor edi. Qanaqadir bir umid qilib yashadim. Farzand ota-onani qaritadigan ham, o'sha o'lishiga yordam beradigani ham bor gap ekan. Ki ularda muammolari bilan o'zingiz o'ralashib qolsangiz, o'sha maqsadingizni ham, umid va butun orzularingizni ham unutar ekansizda. Dadam tashab ketdi, meni erkalamadi yoshligimdan. Xuddi shu programmani hayotimga ko'chirdim. Xuddi shunaqa tashab ketadigan erni topdim. Endi hozir men butun umrimni ketkazib farzandimni men katta qilgan edim. Farzandim meni tashab ketdi, boshqa ayolni tanladi. Men shunchalik men uchun o'zimni qurbon qilishimga qaramasdan boshqa bir ayolni tanladi degan narsa. Bu yoqda uni uylangani alam qilmayapti. Ayol kishini erkakdan kutgan kutuvlari kelmayotgani alam qilyapti. Biz kutamiz, kutganimizni olmaymiz, keyin umidsizlikka tushamiz. Hozir mana aytibdilar, umidim o'lib qoldi, keyin depressiya. Erkaklar tashab ketadi degan bosh xulosangiz o'zgarmagani uchun eng oxirgi sinov o'zi ayol kishiga o'g'il farzandi yoki qiz farzandi orqali keladi. To'ppa-to'g'ri. Faqat og'riq emas, juda ham ko'p sizni baxtli bo'lishingiz uchun variantlar ham bergan. Juda ham ko'p variantlar bergan. Siz u tomonni ko'rmagansizda, diqqat markazingiz faqat mana shu og'riqli vaziyatlaringizda qolib ketavergan. Bizlarni kosmetologik sentrimiz bor. Hamma muolajalar, massaj, ukollar, uxotlar, hamma narsa bor. Bizlar sizni o'zgartirib tashlamaymiz. Tabiiy yoshligingizni qaytargan holda yuzingizni chiroyli qilib uhojini qilamiz.
anaqa o'zgarishlar bo'lishi xohlardingiz kosmetologik tarafdan Bo'ldi kosmetologdan. hech o'ylaganmisiz o'zi boraman deb kosmetologga borishni xohlaganmisiz endi qanaqadir mani mamtimga mashinalar tushibdi shunga bir borsammikin degan shunchaki bir xayol hayolingiz bizga yetib kelibdida endi mashinalaringizni yo'qotamiz 3 oy mobaynida bo'lmasam yuzingizdagi har qanday muammolaringizni hal qilib kerak bo'lsa ukol kerak bo'lsa uhod hammasini qilib chiroyli qilib yoshartiramiz endi nonushta qilmayman dedingiz bu nonushta qilmasligingiz avvalambor sog'ligingizga va kun davomida sizda energiyasizlikka sabab bo'ladi kun davomida depressiya bo'lasiz holsiz bo'lasiz mana shu sizni psixologik holatlaringizga ham aynan nonushta qilmasligingiz to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'ladi o'sha o't ho'pingizda muammolar bo'lib ertalab nonuchtani qilgisi kelmaydi ya'ni ishtahasiz bo'lib uyg'onasiz bu holat doimiy davom etishi bu yaxshi emas sababi o't qopingizda tosh yig'ilishiga har xil o't qop qiyshayishlariga sabab bo'lishi mumkin bu uchun man sizga nima maslahat berardim avvalambor siz kechki uyquni yaxshilashingiz man shuni tushundimki sizda kechki uyqu ham yaxshi emas tiniqib sog'lom uxlamaysiz sog'lom uxlaganingizda siz ertalab yengil bo'lib uyg'onib ovqatga bo'lgan ehtiyojingiz ortgan bo'lardida o'zingizni sevishdan boshlashingiz kerak bo'ladi ya'ni o'sha ertalab uyg'onishingiz bilan suvlaringizni ichib sal voqliroq uyg'onib suvlaringizni ichib nonushta qilishingizni tavsiya qilaman chunki siz yaxshi nonushta qiladigan bo'lsangiz sog'lom nonushta qiladigan bo'lsangiz kun davomida ancha muncha stress holatlaringizni tezroq yengib ketasiz va bunaqa tushkun holatda bo'lmaysiz sizga energiya beradi nonushta kun davomida Siz oxirgi marta qachon o'g'lingiz bilan gaplashdingiz? 2 haftami mani tashlab ketishganiga mani ishga kuzatishdi desam yo'q manga indamay ketdilar U endi siz yashaydigan joyda faqat bitta xona bormi? bitta xona bor shunaqa bo'lsa ham qabul qiluvdim bularni Qayerga ketganini bilmaysiz? yo'q keyin bildim chunki kecha kuni sms jo'natdi kelinim ki oyijon o'g'lingiz bilan ozgina novib qoldik o'g'lingizga masalan o'qitib qo'ying deb mendan qochgan o'g'ilga mani eshitmagan o'g'ilga qanaqa qilaman nima deyishim mumkin Keliningiz boshqa joyga ketgan bo'lsa, o'g'lingiz qayerga ketgan shuni? kelinnikiga ketishdi shunaqa endi keyin man telefon ham qilmadim chunki mani voz kechib ketibdi keyin cho'rniga tiqib qo'yishdi mani telegramda telefonda ham gaplashay desa Kim chorniga tiqdi? ikkalovlar ham Balki telefon qilarmiz o'g'lingizga hozir. balkim Assalomu alaykum. Sizga Jaloliddin sizga hozir biza oiz nomlaridan telefon qildik. Kim bu? Katta odamlarga o'xshab o'tirib muammolaringizni hal qilib gaplashib olishdan qochyapmiz. Yosh bolachalarga o'xshab. qudam kelinim oladimi qudam oladimi bilmayman Ko'tarishmayapti. blokdan chiqarishibdi har tugim Hozir bu yoqda ular nimaga sizni chorniga tiqadi? bilmadim man o'zim ham tushunmayapman shuni Uni o'ziga yarasha pretenziyalar bor sizga. Uni bilmaymiz biz nimaligini. Agar u bilan gaplashib imkoniyat bo'lganda bilardik. Sizni ham o'zingizga yarasha unga nisbatan xafagarchiliklaringiz bor. Lekin o'ylaymanki, bugun biz siz bilan hayotimizni yangidan boshlashni xohlayapmizmi? Demak, bu hammasini shunda uzib orqada qoldirish kerak, ertangi kunga olib o'tish kerak emas. Hozir mana biza o'zgarishni bugundan boshlaymiz va bugundan yangi sahifa ochishni xohladikmi? Demak, qahramonimiz ham hamma xafagarchilik alamlarni o'rtaga, kechaga qoldirishlari kerak. Albatta bu qiyin, bunga biz yordam beramiz. Siqilmang. Psixologlar siz yoningizda. Hozir esa stilist image makerimiz Ayana bularni stillarini o'zgartirib, boshqa insonga aylantirib chiqaradilar. Kutib turinglar. Sizlar ham tanimay qolishinglar mumkin. Menimcha men ham tanimasam kerak. Toleyin kuydirib kuymagan dunyo yuzlarga qo'ndir so'ngan hilolni adash gunohlardan to'ymagan dunyo adash yo'llaringdan qaytar ayolni Toleyin kuydirib kuymagan dunyo yuzlarga qo'ndir so'ngan hilolni
adash gunohlardan to'ymagan dunyo, adash yo'llaringdan qaytar ayolni. Uni farishta et, farishtalar et, ro'zg'orini halol et, sarishtalar et, iymondan qalbiga bag'rishtalar et, adash yo'llaringdan qaytar ayolni. Atirgul bu qancha qahramonni o'zgartirib qo'ydinglar sizlar. Buncha chiroyli bo'lib Judayam ajoyib. Yelkani ham ko'taring. Siz boy ayolsiz, baxtli ayolsiz. paydo bo'lishi kerak. Mana sizga. Ayana siz san'atingizga qoyil. O'zi kostyum shimdan har xil obraz yaratsa bo'ladi degan maqsadda biz hozir bayramona kayfiyatda shunaqa pishni yubkada olib chiqdim. Gulchanoy opamizga o'zi och ranglar, iliq ranglar yarashadiganini hisobga olgan holda, o'zgarishini xohlaganim holda shunaqa och bejavoy rangni va ichidagi ajralib turadigan rangdan tanladim va shunaqa kostyum shimimizdan ikkita obraz yaratsalar bo'ladi degan Mana maqsadda. sizga boraman. Bo'ldi. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Gulchanoy opaga shu kiyimlarini bizning magazinimizdan, Ayana Style o'z magazinimizdan hadya qilmoqchiman. Juda ham chiroyli bo'lib ketdingiz va har doim o'zi men aytaman-da, chiroyli emas ayollar o'zi bo'lmaydi. O'ziga qaramagan ayol bo'lishi mumkin. Go'zal bo'lib, oldimizda yayrab, kulib yurishingizni xohlaymiz hammamiz va ekspertlar. Rahmat sizga, rahmat. Juda ham ajoyib ish qildingiz. Bizani ishimiz hech ko'rinmaydi-da. Mana sizlarning ishlaring birdan ko'rinadi. To'g'rimi? Nima dedingiz, barcha? Voy, biz bechoralar sahna ortida qancha ishlaymiz ko'rinmaydi. Xo'p, o'zingiz sizni qanaqa his qilyapsiz? Yaxshi his qilyapman. Voy, ko'zlaringiz yonibdi-ya. Che gaplashdik. Endi siz ana 45 yoshga ham tortmaysiz-ku. Sizni endi birorta chiroyli joyga olib borish kerak. Yaxshi. Mana shu chiroyli holatingizda. Qarang, birdaniga sezyapsizlarmi sizlar ham? Birdaniga insonning holati o'zgardi. Kayfiyat o'zgardi, ko'zlar o'zgardi. Birdaniga endi hozir rozi bo'lyaptilar bu joyga ketishga ham. Boya muammo chiqolmayotdilar. Ya'ni ko'ryapsizki, biz ayollar aytmaylar, kiyimingga qaramaydi, turishingga qaramaydi, senga bo'yan-so'yan kerak emas degan gapni ayollar hech qachon o'zlaringga aytmaylar. Bizga kerak. Bizga mana bunaqa chiroyli taqinchoqchalar kerak. O'zingiz mazza qilyapsizmi? Maza qildim. Voy, bizga mana bunaqa chiroyli ko'ylakchalar kerak. Parparcha bo'lsa juda ham yaxshi. Va bizga mana shunaqa go'zallik albatta kerak. Hozir endi bizani mana ekspertlarimizdan sizga sovg'alar bor. Hammasi o'zlarini hissasini qo'shmoqchi. Sizni bir o'ziga ishongan, moliyaviy tomondan ham bemalol xohlagan ishini qila oladigan, hammani sevib mazza qilib hayotdan yashagim kelyapti deb yashaydigan ayol bo'lishingiz uchun hammamiz hissamizni qo'shishni xohlaymiz. Yo'da Motor opamiz voucher berdilar. Lobar ergashini siz ham o'zingiz gapiring. Voucher bizdan ham bemalol sog'tanda sog'lom aql, sog'lom bo'lsangiz hamma narsa yarashadi. Shuning uchun bizning klinikamiz, Premium Midland klinikamizga borasiz. Men o'zim sizni shaxsan o'zim sizni to'liq tekshiruvlardan o'tkazib, ham endokrinologik va ginekologik, agar boshqa terapevt, boshqa mutaxassislar ham ko'rik kerak bo'lsa, hammasini bepulga sizga va gormonal har qanaqa tekshiruvlarni laborator tekinga sizga sovg'a qilamiz va sizni 3 oydan keyin natijangizni xudo xolasa chiqib gapirasiz. Qanaqa Endi hozir Gulshan opa tasavvur qildingizmi, siz 3 oydan keyin qanaqa odam bo'lishingizni? Mana bitta qadamni ko'rdik. Bu birinchi qadam. Hozir mana bizda dietologimiz borlar, yana psixologimiz bor, yana kosmetologimiz. Mana bulardan ham sizga sovg'alar bor. Shuncha ayolni qo'llashi bilan, Albatta. rivojlangan ayollarni qo'llashi bilan biz ishonamiz 3 oydan keyin hayotingiz 180 gradusga o'zgaradi. Albatta. Gulshanay opamga men o'zimni oxirgi 3 yillikda yaratgan eng zo'r kursim, o'z-o'zingizga psixolog bo'ladigan sehrgar ayol kursim bor. Mana shuni sizga sovg'a qilaman. Rahmat. Ajoyib, ajoyib. Bilasizmi, bu hozir puldan ham katta sovg'a bu. Judayam katta, chunki psixologiyani qadrini bilgan odam tushunadi. Gulshanay opaga barcha kosmetologik uslugalarni sovg'a qilaman. Yuzingizda qanaqa muammolaringiz bo'lsa, hammasini bizning sentrda hal qilamiz. Rahmat.
Bizani MS Akademiya kosmetologiya tomonidan sizga voucher taqdim qilamiz. Shu voucher orqali o'zingizga qaysi usluga yoqsa bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu faqat sizga emas, qizingizga ham, chunki 16 yoshar qizingiz ham bor ekanlar. Bemalol bizning xizmatlarimizdan foydalansalar, bizning oilamizga kirsalar, biz shunchalik xursand bo'lamiz. Rahmat. Mana sizga. Umringizga shukur. Hurmatli ayollar, hurmatli bizani tomosha qilayotgan sevimli ayollar, hech qachon siqilmanglar va sizlarni har doim qo'llab-quvvatlaydigan insonlar bor. Hech qachon o'zlaringni aybdor qilib, xatolaringiz uchun qiynab, kimlardandir xafa bo'lib, "Meni hayotim o'zgarmaydi, men shunday yashashga majburman" deb yashamanglar. Har doim yechim bor. Faqat yechimni so'ranglar, yechimni ko'ra olinglar. Hayotda hamma joyda sizni qo'llab-quvvatlaydigan yechimlar bo'ladi. Va bitta narsani men bizning mentalitetda shakllanishini xohlayman. Ayollarni bir-birini g'iybat qilishdan, muhokama qilishdan, bir-birini ko'zini o'yishdan to'xtab, bir-birini qo'llab-quvvatlashini qarang. Mana shuncha ayollar qo'llab-quvvatlaganda bitta ayolning hayoti qanchalik o'zgarishi mumkin. Va siz ham balki kimnidir qo'llay oladigan, kimnidir hayotini o'zgartira oladigan ayol bo'lishingiz mumkin. Yoki siz hozir kimnidir yordamiga muhtoj bo'lishingiz mumkin. Kelinglar bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik, biz baxtli ayollarga aylanaylik. Agar biz baxtli ayol bo'lsak, erlar ham baxtli bo'ladi, oila to'kis bo'ladi. Oila chiroyli bo'lsa, demak, jamiyat, davlat boy bo'ladi va baxtli bo'ladi. Homiylarimiz tomonidan sovg'amiz ham bor. Bu mana Soft kompaniyasidan sizga sovg'a. Bu yerda juda ham chiroyli ayollar uchun kerakli bo'lgan vositalar bor. Har bir ayol nozik gulga o'xshaydi, ya'ni atirgulga o'xshaydi. Bu ayollariga qanchalik mehr berilsa, yashaydi, ochiladi va uni kuch bilan himoya qilish kerak. Va shu so'zlar bilan biz ko'rsatuvimizni tugatamiz. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr. Soft oilaviy baxt siri.